Andijon viloyati hokimligi taqdim etadi. Shohni himoya qiling! Dushmanga qo'shganlar! Shoshma! To'xta! Yordam kerak! O'rni gapiring! Ha, eshitaman. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kuni munosabati bilan viloyatimizda o'tkaziladigan tadbirlarga taklif etamiz. Albatta boraman. Buni qara, shuncha odam bizni ko'rgani keldi. G'ayrat aka! Rabbel Siz bu yerlarda qizichilik qilib yurmang. O dorni tagiga boring. Ya nimaga? Ha, ko'rganlar yana G'ayrat aka dordan qochgan ekan deyishmas. Bir sovrin bor Soyibjon. Ha, Erkakcha raqsga sovrinimiz bor ana. bo'lmasa va yigitlar boshladik. Ko'rdingmi sen ham? Yo'q, nimani? Shoh Boburni? Yo, ko'zimga ko'rindimikin? ...2025 yil davomida andijonlik sportchilar 120 dan ziyod jahon va qit'a musobaqalarida chempionlikni qo'lga kiritdi. Shu jumladan Mahdiyo Muxtorova Parosiyo o'yinlarida 7 ta oltin medal. Siz ko'rdingizmi? Nimani? Bobur o'tib ketdi. Yo'q, ko'rmadim. 2 ta oltin va 1 ta kumush medal egasi bo'ldi. Hozirgi kunda Samo fabrikamiz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni Angliya, Portugaliya, Gollandiya kabi 100 dan ortiq mamlakatlarga eksport qilinyapti. Bobur yurti Andijonda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni butun yer yuzi kiyyapti. Ko'rdingmi? Yo'q, nimani? Boburdi. Siz ham ko'rdingizmi? Mana hozir ko'rdim. Bugun buyuk bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kunini uning yurti Andijonda Bobur shahrida nishonlayapmiz. Biz shunday ajdodlarning farzandi ekanligimizdan faxrlanamiz. Keli Bobur g'azal yoz, ot minib kez shoh Boburdek, necha Bobur kabi nasling, bahodir pahlavoning bor. Eling alhamdulillah kim asoratdan xalos bo'lgan, go'zal yurt Andijoning, anda ruhing, anda joning bor. Kel ey Bobur vatanga, elda yoding, qadru shoning bor. Tabarruk bul zaminingda hayot jovidoning bor.